Allah subhanahu wa ta'ala yuaqib li yuaddib ve yuaddib li yus'id dedi. Allah birisiga bandasiga jazo bersa, adablash uchun jazo beradi dedi. Adablash uchun. Nima uchun adablaydi? Baxt saodatga erishtirish uchun. Uni baxt saodatlik bandalaridan, baxt saodatlik insonlardan qilish uchun jazolaydi. O'ylab boqaylik. Allah subhanahu wa ta'ala hargizmi biz insonlarga o'xshash birisini jazolasak, ash qalbimizga tulib ketgan haliqi o'chmanlikdan dardimizni elib olib, uf deb ajab bir yurkim bir xil muzdek bir sharob, muzdek bir sovuq suv ichganda ko'p ketdim. Uf deb puxadan chiqdim deb dushmanlarimizdan qilib olsa qilamiz qo'yilqa. Rahatlanib qolamiz, jazo bera olsak, jazo yurgiza olsak. Ama Allah subhanahu wa ta'ala bundaq sifatning Allohda bo'lishi mumkin emas. Allah herkes öz nafsi uchun, o'zini bir xil xo'shal qilish uchun, yo'q, bandalarini shuning yomonligidan birisiga jazo bergan bo'lsa, adablash. Uni birinchisi uni qanday qilish? O'zining shu tuyuq yo'lidan, shu zolimligidan, shu badbaxtligidan yenib uning kallasini silkib etib to'g'ri yo'lda menishi uchun ogohlantirish ve yeni bir nimasi başka bandalarini, başka mahlukatlarını onun zulmüden, onun tacavuzçılıkından xalas qilish, qutqizish uchun jazo beradi. Allah subhanahu wa ta'aladagi farq bu qadrli qarindoshlar. Biz derslerimizde Asmaullah derslerimizde qadrli qarindoshlar esinglarda bo'lsa so'zlab o'tdik. Bu kainatta mutlaq yomonlik deydigan narsaning bu kainatda o'rni yo'q ekanligini. Ya'ni ash-sharrul mutlaq, yani mutlaq yomonlik deydigan narsaning kainatda yuz berishining mumkin emasligini so'zladik. Chunki mutlaq yomonlik kainatda bor deganlik bu Allah subhanahu va taolaning mavjud bo'lishi, Allohning bor ekanligi bilan tamoman zid. Yani bu kainatning egisi va qadrli qarindoshlar. Kainatning egisi va bu olamning egisi va bu hergiz biz ko'rayotgandek, yani mayli bizning ko'z oldimizda har qancha ashaddiy zulm, har qancha ashaddiy biz tasavvur qilolmaydigan, biz o'zimiz hayron qolib, ingimizdan o'tmay qoldi ba'zi ishlarni ko'rib. Ba'zi bo'layotgan zulmlar o'ylab boqaylik, atrofimizda musulmonlar qaysi kuni ko'ryapti. Qaysi holatlarda yashayapmiz? Shu kichik narsidlarning o'ldirilishi, kafirlarning haddidan eshishi, musulmonlarning ahvolimiz o'ylab boqaylik. Ba'zida ingimizdan o'tmay qoladi. Bu nima degan tugmaydigan, bu nima degan ig'ir yomonlik, nima degan ig'ir buzuqchilik, o'ylab boqaylik. Koinotda amma imanimiz şu kadar ishonchli, şu kadar mustahkam bo'lishi kerakki, bu koinotda Allah subhanahu va taolaning iznisiz hiçbir iş mevcut bo'lishi mumkin emas. Hech qanday bir ishning sodir bo'lishi mumkin emas. Allohning ilmi doirasida hammasi Allah bilib turadi bu narsalarni. Mayli kallimizning o'tmagan bo'lishi, ko'tarilmagan bo'lishimiz mumkin aqlimiz. Biz inson ko'tarilmaymiz ba'zi ishlarni. Ba'zi ishlar ingimizdan o'tmaydi, ammo o'tmaganligi bilan biz Allah subhanahu va taolaning xuddi bo'layotgan ishlardan bexabardek gumon qilsa olmaydi Rabbimizni. Hammasining tegida mayli biz uning hikmetini bilayli bilmayli, biz bilinmaydigan milyon hikmet, milyon ishlar o'rinlashtirilgan bo'ldi. Kaynida chuqum ish bor uningki. Chuqum bir iroda, uning kaynida bir hikmetlik iroda o'rinlashtirilgan. Hiçbir ish bekadin beka Allohning bu koinotida igisi va jahon, igisi va zamin bu qadrli qarindoshlar. Bu koinotda hech qanday bir ish Allohning xabarisiz yoki bo'lmasa har qanday bir ish qalaymaqan shaklda yuz bermaydi. Hargiz hammasi o'rinlashtirilgan shaklda yuz beradi. Shuning uchun koinotda mutlaq yomonlik mavjud bo'lishi mumkin emas. Chunki Allah subhanahu va taolaninki zoti en mükemmel, en güzel isimlarga ega, en kudretli Rabbimiz Allah subhanahu va taoladan sodir bo'lgan har qanday ish mutlaq hikmet bilan sodir bo'ldi. Mutlaq holatdagi hikmet nimani taqozo qiladi? Chuqum mutlaq yaxshilikni taqozo qildi. Uning kaynida chuqum yaxshilik bor. Bizning ko'zimizga yomonlik, musibat, ig'ir qiyinchilik bu ko'rinayotgan bilan buning kaynida chuqum yaxshilik bor. Chuqum yaxshilik bor. Nurg'un bu ko'rayotgan kunimiz, ko'rayotgan musulmonlarning ko'rayotgan holatimiz,
qilayotgan holatimiz Alloh subhanahu va taolo ajiba mushlarni bir jazolab olay, tetitib olay mushlarni, toza bir jazo beray deb qilib bizga o'chmanligidan bo'layotgan bu qadarli qarindoshlar. Yo'q. Allah subhanahu va taolo bandasiga biz o'tganki darslarimizni so'zlagandek Rasululloh bir kuni jangda shu eliqi onaninki, farzandininki bir kichik bolani teflam asirlarning orasida yugurib berib, quchoqlab berib, shu bag'riga besib ketgan holatini ko'rib, sahobalardan so'ragan vaqtida ma ayol o'zining bolasini o'tqa tashlamdi degandan yo'q, mumkin emas dedi. Dediki payg'ambar alayhissalom, Alloh subhanahu va taolo lallahu arhamu bi abdihi min hazihi al-mar'ati li waladiha. Shaksizki, jazmanki Alloh subhanahu va taolo bandasiga mushu ayolning farzandiga o'zining yurak parisiga bo'lgan mehribonligi, kuyimchanligidan bakrak kuyimchan bandasiga dedi Alloh subhanahu. Bizning Rabbimiz mundaq parvardigor, mundaq ilohning bandalari biz qadrli qarindoshlar. Ko'rayotgan mayli qanchalik ig'ir kun ko'rayli, mayli qanchalik musibat kelsin bizning beshimizga, bu bo'layotgan ishlarning hammasi ajiba tetitib olaymish zulmni, ko'zitib olaymish debmi? Yo'q. Rabbimizni hargiz bunday gumon qilmasligimiz kerak. Rabbimizni yaxshi gumon qilishimiz kerak. Rabbimiz bizning baxt saodatimiz uchun, bizningki uyqumizning uyg'onishimiz uchun, g'aflatdan uyg'onishimiz uchun, kallamizni silkib etishimiz uchun bu musibatlar. Xuddi doktor agar pichoqni olib qo'liga badanimizga bir yara, ig'ir bir kasal, bir nejis bir jarohat chiqib qolgan bo'lsa, buni chuqum kesib etish kerak. Buni kesib bu a'zoni, shu sesib ketgan shu a'zoni kesib etmasak, boshqa badanga yamrab ketadi deb pichoqni olib kesib etsa, biz doktorni bu noit qo'pol, noit rahimsiz doktor ekan deyalamiz. Bu doktor nima uchun kesib etadi? Shu sesigan shu jarohatni bizning rahat umrimizning oxirigacha bu yerimiz ağrımay, vacamaya demay, rahat yaşayalışımız için, rahat sağlamlık bilen yaşayışımız için kesip etdi. Taşqi görünüşten nait kanlarını çıkarıp kesip atkan bilen bu yani. Ama ki o bizninki bir mezgillik, qiyinchilik, bir mezgillik azap, ağrıqның keyninden xatircem halatda, rahat halatda yaşayışımız için. Rabbimizning bizga ko'rsatib atkan, bandalarga ko'rsatib atkan, kainatni sodir qilib atkan bu har xil bizning engimizdan o'tmay qolgan bu narsalarning hammasini nima desa, shu bandasini bir mezgillik bandasi uyg'ongan ey bandam. Sen men tarafga qaytqin, menga eselmay turib hech qanday nijotlik, hech qanday nusrat deydigan narsa sana yo'q ey bandam deb musulmonlar o'zimiz musulmon deb turib musulmonga loyiq ish qilmaganligimiz uchun, Alloh deb turib Alloh buyurgan ishni qilmaganligimiz uchun shu musulmonlarning ko'rayotgan holatimiz shu. Haqiqiy musulmon bo'lmaganligimiz uchun musulmonlarning ko'rayotgan holati bu qadrli qarindoshlar. Ve bu dünya unutmasligimiz kerak ki yana birisi sınaq dünyası, imtihan dünyası. Biz bu dünyada imtihan berimiz. Allah bizni her xil Kur'an-ı Kerim'de deb qo'yuqliq. Sizlarni har xil şekilde sınaymiz. Ballalaringlarni olib ketish bilan, har xil musibatlar bilan, ziroatlaringlarni o'stirmaslik bilan, ig'ir musibatlarning har xil hayotimizda Allah xohlagan şekilde sınaydi. Mesela şu imtihandan qanday o'tishimiz, şu imtihanga qanday pozitsiya bildirishimiz, qanday muomala